Minorani qurilishi yakunlangandan keyin ustalarni qatl qildiraman deganini eshitgan quruvchilar minorani bitirmasdan qochib ketganlar degan rivoyatga haligacha ko'pchiligimiz ishonamiz. Aslida nima bo'lgan? Qurilishi 1852-yilda Muhammad Aminxon tomonidan boshlangan. Agar bitsa, eni 14 metr bo'lgan minorani bo'yi 70-80 metrga yetishi kerak edi. Kalta minorning qurilishi oxiridan 7000 qolganligi to'g'risida ko'plab afsonalar mavjud. Shulardan biri video boshida aytib o'tganim bo'lsa, boshqa bir rivoyatda Buxoro amiri kalta minor qurilsa, Xiva xonlari Buxoroni ko'rib o'tirishlari mumkin degan xo'p bilan minora qurilmasligi uchun katta bosim o'tirgan. Lekin nachundir xon vafot etganligini, keyingi xonlar oldingisini ishini davom etasi gamayanini, ustuna ustak xazna ishni yakunlash uchun ham yetarlicha do'li bo'lmaganini kamdan kam odam eslaydi. Shunday bo'lsa ham Xivaga qilgan safarimizda Ichan qala xodimlaridan Xitoy kompaniyalari bilan minorani qolgan qismini gumbatganda gologramma orqali qayta chizish variantini eshitib sevindim. Tasavvur eting, qorong'i tushganda bitmay qolgan kalta minorning mahobatini his qilishingiz mumkin bo'ladi.